Salom. Biz hozir Mainzda hafta oxirgi shanba kungi bozorga keldik. U yerda biz sariq savzi topdik. Mana shunaqa katta bozor ekan. Hozir tashqariga ketayotganimizning ko'rinishi. Kirish ham chiqish ham shu tomonda. Hamma narsa, meva, sabzavot, hamma narsalarni topsa bo'larkan. Go'sht, kolbasa, sir, juda ham ko'p narsalar bor ekan. 2 kilo sariq savzi oldik. Germaniyada sariq savzi topish rassa qiyin, o'shanga rosa xursand bo'ldik. Será papa mal? Biz Germaniyada hozir sariq savzi topdik. Ko'rsataman. 40 euro ekan kalasi. Sariq savzini topish umuman bu yerda baxt. Hech qachon magazinlardan topib bo'lmaydi. Ko'pincha qizil savzi. Hozir mana shu makt har hafta shanba kuni bo'ladi. Biz bu yerga ko'p kelmasdik. Birinchi marta chiqishimiz. Sariq savzini ko'rib rosa xursand bo'lib ketdik. Endi hozir olmoqchimiz. O'chirda turibmiz. Mana 2 kilo olsak ham bo'ladi birorga. Kartoshka yeng, kartoshka. Если